Shayxontohur tumani Jarariq mahallada 120 kvadratdan iborat bo'lgan novostroykamiz sotilyapti. Kadastrlari ham bor. Remont mebel texnikalari bilan. Narxi bo'lsa 140 ming dollar. Duplex kvartira, ikkita alohida eshugi bor. Sokol variantda alohida eshik orqali kirsanglar bo'ladi. Bu birinchi qavatdagi eshigimiz. Eshikdan kirishinglar bilan bu yerda alohida mebellar qo'yilgan hamda alohida o'zini sanuzeli barcha aksessuarlari to'liq qo'yib o'tilgan. Mo'yshi aboylardan foydalanilgan, o'rtada o'zini bo'lsa hol qismida divanni zona qilingan, bu yerda TV zona, hamma sharoitlari to'liq qo'yib o'tilgan. Ikkita alohida xona. Birinchi yotoqxonada mebel texnikalar qo'yilgan, ikkinchi yotoqxonamizda ham mebel texnika barcha sharoitlari to'liq qo'yib o'tilgan. Bu yerdan bo'lsa birinchi bir qavat o'tasizlar, sokol variantda bitta xona plus hol barcha sharoitlariga ega bo'lgan oshxonamiz bor. Duplex kvartiramizning sokol variantiga asosiy kiraverish eshik podyezddan hamda uy ichidan tushsanglar bo'ladi. Bu yerda stroyniy mebel qilingan, hol qismi mehmonxonani oshxonaga qo'shib studiya qilingan, stol zonasi qilingan hamda o'zining tagida alohida o'zini sanuzeli, kvartiradagi so'nggi xona spalnya mebel texnikalar qo'yilgan. Bu yerdan oshxonaga o'tasizlar. Холодильник, kir mashina, gaz plita, mebel texnika, nonushta qilib o'tirish uchun joy, hamma sharoiti to'liq qilingan. Umumiy 120 kvadratlik tayyor xonadonimizning kadastrlari bor. Shayxontohur tumani Jarariqda joylashgan. Pastdagi raqamlarga murojaat qilasizlar, uy bozor pulsi bo'lsa, faqat sizlar uchun xizmatdamiz.